ساتوی پسروینو داد شهیدانو کور داد باتورانو کور داد باتورانو کور داد باتورانو کور داد باتورانو کور ساتوی پسروینو داد شهیدانو کور داد باتورانو کور داد باتورانو کور. افغانستان ملی تلویزیون و ملی نیوز مخلصانه سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. Bugün Düşenbe hece qo'yosh 1405 yili 25 Javzo milodiy 2026 yili 15 Jun bu kecha soat 9 o'zbek yangiliklariga xush kelibsizlar. Mejabiyo'la qo'yosh. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Milliy xavfsizlik kengashi Afg'onistonda yonama ma'muriyati to'g'risida bugun yig'in barguzor qilishi mumkin. Islom amirligi bu to'g'rida haligacha biror munosabat bildirmagan, biroq bundan ilgari ushbu nihod tomonidan Afg'oniston voqea tasvirini dunyoga inakos berishini muhim unvon qilgan edi. Ayrim ishbilarmonlar Afg'oniston siyosiy va iqtisodiy taomilini jahonga tarqatish uchun yonama naqshini muhim unvon qiladilar. Afg'onistonda Birlashgan Millatlar Tashkiloti muovinat hay'ati ma'muriyati yakunlanishi bilan Milliy xavfsizlik kengashi Afg'onistonda Birlashgan Millatlar Tashkiloti ma'muriyati tamdid etilishi uchun dushanba kechqurun yig'in barguzor qilishi mumkin. Yonama Afg'oniston va xalqaro bo'limida tonilgan mamlakatlar hamda Birlashgan Millatlar Tashkiloti va unga tegishli tashkilot o'rtasida aloqa qurish kanalidir. Ikkinchidan, niyozmandlarga xalqaro yordamlar va insonsevarlik ko'maklarni jalb qilish uchun samarali naqshi bor. Islom amirligi bu to'g'rida haligacha biror munosabat bildirmagan, biroq bundan ilgari Birlashgan Millatlar Tashkiloti muovinat hay'atining Afg'oniston haqiqiy tasvirini jahonga sharik qilishi uchun naqshni muhim unvon qilgan edi. Yonama faoliyatlardan Afg'oniston xalqi %100 xursand emaslar, chunki Afg'oniston to'g'risida andasanda manbasi bo'lmay ayrim guzarishlarni dunyo sathida nashr qiladi. Bu masalalarga qaramay, Yonama Afg'onistonning Birlashgan Millatlar Tashkiloti bilan aloqasini ijod qilish, yordamlarni jalb etish, afg'onlar payomini chet el mamlakatlarga yetkazish va Afg'onistonning dunyo bilan taomil qilish bo'limida musbat naqshi bor. Ayrim ishbilarmonlari dunyo insonsevarlik yordamlarini Afg'onistonga jalb qilish va dunyo tomonidan Islom amirligi rasmiyatga tanilishi yo'lini qisqartirishi uchun yonama naqshni samarali biladilar. Birlashgan Millatlar Tashkiloti ma'muriyatini 3 masala, ayniqsa siyosiy, insonsevarlik yordamlar va xalqaro hamohangliklarda tekshirgan payt ushbu nihod hukumat va dunyo jamoasi o'rtasida aloqa qurish kanallarini ijod qilib va vosita haysida ish qilmay va Afg'onistonda samarali faoliyat o'zidan ko'rsatmagandir. Yonama hijriy quyosh 1381-yildan buyon Afg'onistonda faoliyat qilib kelmoqda va so'nggi yillar ichida insonsevarlik yordamlarini hamohang qilish, inson haqlari vaziyatidan nazorat qilish, muzokaralarni osonlashtirish va Afg'oniston va dunyo jamoasi o'rtasida taomil qilish mas'uliyatiga ega. Ertasi shanba Tashqi ishlar vazirligining strategik mutolaatlari bo'yicha markazi Kobulda Afg'oniston, Markaziy Osiyo va Ozarbayjon tadqiqoti markazlari qatnashishi bilan mintaqaviy muhim yig'ilishdan mezbonlik qilishi qaror qilingan. Tashqi ishlar vazirligining aytishicha, bu yig'ilishda mintaqaviy ulanish, barqarorlik, savdogarlik, enerji, tranzit, sarmoya va sarmoya yotqizish va iqtisodiy hamkorliklar bo'yicha muhim masalalar borasida har tomonlama bahs bo'lib va Afg'oniston hamda Markaziy Osiyo o'rtasida bo'lgan hamkorliklar joriy vaziyati tekshirilishi mumkin. Bu yig'ilishda Afg'oniston, Markaziy Osiyo va Ozarbayjon o'rtasida iqtisodiy va tranzitiy hamkorliklar kuchlantirilishi xususida ishonchli yangi fasl ochilishi umidvorliklar mavjuddir. Sanoat va savdogarlik vazirligi o'rinbosari Mavlaviy Ahmadullo Zohid bir hay'at yetakchiligida O'zbekiston Boshkenti Toshkent tomon safar qilgan. Sanoat va savdogarlik vazirligi aytishicha, Zohid janoblari 2026 Toshkent sarmoya yotqizish xalqaro 5-forumida qatnashishi qaror qilingan. Demak, bu yig'in chekkasida turli mamlakatlar muqomlari sarmoya yotqizuvchilari
va savdogarlar bilan uchrashib iqtisodiy hamkorliklar kengaytirilishi, sarmoya yotqizish va savdogarlik aloqalar kengaytirilishi xususida so'zlashishi mumkin. Borishno shirkati aytishicha, Afg'onistonda Kosobarmang projesi ishi 80% tugalgan va shu onda chala qolgan ishlari ushbu proje 3 bo'limida jiddiyat bilan davomi bor va tayin etilgan zamonga qadar yakunlanishi mumkin. Boshqa tomondan, energiya va barq bo'limi ishbilarmonlari Kosobarmang projesini barq va Afg'oniston uchun buyuk mintaqaviy bir projeni ta'min qilishdan ilova iqtisodiy, siyosiy va ijtimoiy nuqtai nazaridan ham muhim unvon qilib va ushbu proje tugalishi bilan Afg'oniston Markaziy va Janubiy Osiyoda barq intiqol berish 4 yo'lida o'zgarilishi mumkin deydilar. Kosobarmang barq intiqol berish projesi Qirg'iziston va Tojikistonda tavlid etilayotgan barqlarini Afg'oniston va Pokiston bozorlarida intiqol berishi uchun bo'lib, yaqin 13 ming megavat barq zarfiyatiga egadir. Ushbu proje shamoliy viloyatlardan Afg'oniston to'prog'ida boshlanib, Kobul va Nangarhor viloyatlari masirlaridan o'tib va To'rxam chegarasiga qadar davom topib, undan keyin Pokistonda intiqol berib va ushbu proje to'plam uzunligi yaqin 1387 kilometrga yetishadi. Birishno shirkati aytishicha, Kosobarmang projesi 80% ishi Afg'onistonda tugalgan va chala qolgan ishlari 3 bo'limda jiddiyat bilan davom bor. Ushbu proje ishi 80% yakunlangan va birinchi fazi ishi milodiy 2024-yili desembr oyida boshlanib, uzunligi 197 kilometr bo'lib, Sherxon bandaridan Dehsalo tumaniga qadar yetishgan. Barq intiqol berish 564 poya ham nasb etilgan. Ushbu proje ikkinchi fazi 196 kilometr uzunligi bo'lib, barq intiqol beruvchi 587 poya shomil bo'lib, Bag'lon, Panjsher va Kopisa viloyatlaridan o'tadi. Eslangan proje 3-fazi esa Kobul, Lag'mon va Nangarhor viloyatlaridan o'tib, Devran farzi chizig'ida yakunlanishi mumkin. Barq va energiya bo'lim ishbilarmonlari Kosobarmang projesini Afg'oniston uchun muhim iqtisodiy, siyosiy va ijtimoiy projedan biri unvon qilib, va Afg'oniston ushbu proje barqdan foydalanishdan ilova har yillab tranzit viza orqali millionlab dollar qo'lga keltirishi mumkin. پروژه بود اقتصادی داره، بود سیاسی داره. Ushbu proje siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy bodi bo'lib, iqtisodiy bodi esa Afg'oniston tranzit vizasini qo'lga keltirib va barq poyasi o'tayotgan mintaqadan Afg'oniston har yillab 2 ila 3 million dollar haqqi zahma qo'lga keltirishi mumkin. یک زمینی باید داره شد به شخص مردم نه بخاطر قریه که یک چیز جور شود قریهشان. Birishno shirkati aytishicha, top barq intiqol berish projesi Turkmaniston, O'zbekiston, Tojikiston, Afg'oniston va Pokiston barq shabakalarini o'ylashtirish uchun muhim projelarni unvon qilib, Afg'onistonda 3 masirda ishi jiddiyat bilan davom bor. Ushbu shirkat aytishicha, bu proje ishlari plan asosida tatbiq etilib va tayin etilgan zamonda tugalishi mumkin. Kim mazkur proje amalga oshirilishi bilan Afg'onistonda barq ozligi buyuk qiyinchiligi bartaraf etilishi mumkin. Qadrli muxlislar, O'zbek yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Yana uchrashguncha har birlaringizni ulug' Tengri Taologa topshiraman. Yaxshi kecha. ساتوی پسروینو داد شهیدانو کور داد باتورانو کور داد باتورانو کور داد باتورانو کور داد باتورانو کور ساتوی پسروینو داد شهیدانو کور داد باتورانو